payshanbaga men bo'lmayman. Bu tomonlardagi kelolmayman, bormay qo'yaman. qor yog'gani. Yana payshanbaga. Men Tog'da haqida qor bor. O'zlaring o'tkazib boraveringlar dedi. 18-kuni bitta payshanba. Endi mana bitta payshanba o'tdi-yu, bekitildi hisob. Endi yana payshanba tuzatinglar o'zlaring dedi. Ha, bitta payshanba o'tiryapti xolos. Sizlarda ham Qo'qonda ham to'g'rimi bitta juma. O'tdi-da kecha bizda endi hammasi. 18-kuni dedim, hali uzoq yaqindan eshitmaganlar kelishi mumkin. Sizlar ham kuzataverasizlar dedim. Shuning uchun bormay qo'yaveringlar. Kelinlarni o'ziga qoldi endi yo. Keyin qada keyin. Keyin qada 26-kuniga. Xotinlarga 20 xotinlarga. Shunaqa qilib ketyapman. O'sha kuni aka qor yog'ib turadi-yu. Ketyotsaydik. Tunga ketib kelganimiz yo'qdi. Kepadan bor ekan. Kepasidan tushdim, qayta tushdim. Katta qor tushdi. Mashina ustiga. Xudo rahmat qilsin. Ra'no ham bir joyda tururlar. Nima kasal bo'pti bola? Mayisada o'qitdimi Anora-opa? Yosh narsa o'ziga o'zi qilib. Chaqirayotgan abonent boshqa yo'nalishga javob beryapti. Tezlikni pasaytiring. Ha, tugaydi. Oxiri o'limda. Endiki qo'yaverasiz. Tamom o'quvchilari qishloq ko'mda hisobda. Rasoviy bor ekan. Rasoviy. Demak, ko'p bo'lma, bemalol olaversan. Bemalol olaversan. Qabristonga sig'mabdi. Kecha borgan qopdagi gullar bilan yog'larni ko'ring. Qop, guruch, qop. Darvozani tagiga tashlab ketibdi, kimligini aytmayding. Balla. Tashib oldi ballar kecha. Voy xudo. Jannat ekan bu-chi. Hammaga mehr qozongan ekan deydi. O'sha qishloq. Hali yomg'irga qaramay qabrga odam sig'mabdi-yu. Dadam mahallasigacha mashina bo'libdi o'sha. O'zimiz umuman qiynalmadik. Bir to'kin sochillik bilan o'tdi marosimlari ham. Hali o'zi beg'am uchun. Hali birovga yomonligi yo'qdan o'tdi. Hecham. Hozir o'g'illari zo'r qaqshab qoldi. Hamma ketavering, sog'ligini o'ylaysiz hammacha. Qizlarim jo'natib yuboringlar ayamni deb tinmay ular zvayt qilyapti. Mazalari yo'q, o'zimiz qiynalamiz. Ayamga bir narsa bo'lmasin deb. Tezlikni pasaytiring. Xotinlar ham shopaysam uchun kelaveradi. Kuxnagacha o'tirgizlikdan tiqdikda xotinlar kuxnada to'la xotin. Shunaqa qilib mayliga o'tvoldi. Bu dunyoligini bersin. Hech shunaqaligini kutmasdi. Akapani bir so'm sarflaman deya shu o'ligiga sarflatmadi. Ballaridan bir so'm. Shu xotin. Aytyapti, kelgan odam yig'layapti-da.
ovqati bilan pulni ko'tarib kirardi. Kim yotsa yandichi. Bu yerga Bu videoga bor ekan. Desa yordam Video var bende de var da. Ana Ajoyib telefon versem ekan, bo'lardi. jannat Bitti biz gapirganmiz. izdeydi. Shar yomon ketyapti ancha. Hozir hammasi quchoqlab olib kelinlarga rahmat Anvarappa. Hamma nima gap yo'q kelinlarga. Mana jetlar ham aka vash probkada. O'shada begona qizlar, hayronlar qoldim hali kelinlarga. Hammasi tilla ekan. Men shunchalik deb o'ylamadim apa. Kelinlarni. Yani bir sıraklarında sağ olun. Кордон, Саксон. Кордон. Anaga kun issiq ekan ha. Kun issiq shekilli baribir qor erib ketyapti. Mana ular juma parod qilmaydigan ham sprinterlar ham. Sprinterlar bor. Parod qilmaydigan ham ular. Yomon tezak yomon. Yomon tez. Ular quvvat narsa ekan. Mana bunaqalarga
tinmadi Shagin aka. Ikkita Kamaz g'urilib ketyapti. Ketyapti, qor ko'p yog'ildi-da. Ha, aka. Sizlar anchadan beri qor ko'rgan yo'q. Umuman aka. Oxiri kechqurun yo'lni yopibdi, mana buni.